Mana shu fermani go'ngidan olib kelib qo'yganmiz. Svejiy bu. Endi bu hozir kelinganiga ham bir haftadan oshib ketdi. Suti nomiga qotib qolgan. Shu go'nglarni 5 ta katta zilda olib kelganmiz, selxoz zilda. Shuni hammasini shteplitsalarning ichiga xuddi o'tgan yildaqa qilib bolgarskiy ichiga ariq ochib, tekis yerga ariq ochib, o'rtasidan ochib chiqiladi-da. Go'ng tashlab chiqiladi. Misol bitta joyga bitta lapatkani o'rniga bitta lapatka tashlanadi. Mana shu go'ngdan keyin ikkita tomonidan yuradigan yo'lidan bu yoqqa tashlanganda turpoq o'zi avtomatik drenaj bo'lib qoladi. Shunaqa qilib qilamiz. O'tgan yil shunaqa qilganmiz, zo'r bo'lgan. Suv tezroq ketadi. Effekt yaxshiroq. Qishda issiq, sovuq paytda baribir suv qo'yganda tez qurib tez nima qilsa, yana tez suv qo'yilaveradi. O'shani hisobiga ham ekin yaxshiroq rivojlanadi. Go'ng solamiz. Endi somon olmaganmiz o'sha vaqtida. O'z 5 minglik paytda olamiz dedik, faqat qatga qo'yish muammo bo'ldi. Shunaqa qilib olmaganmiz. Endi hozir bilmayman, 15 ming bo'lsa kerak agar undan ham qimmat bo'lmasa. Bu 8 sotiliydi. Unikini ulgurmagandik. Narigi 11,5 sotiliyda tozalangandi. Bunda ulgurmagandik o'tiga. O'ti mana shunaqa bo'lib ketdi birpasda. O'zi 4-5 kun ichida shunaqa dahshat o'sadi bu. Keyin qiyin. Hozir endi o'sha qiyin, endi chopamiz buni. Palaklarini tozalab. Chop chiqamiz, tozalab, haydab, yana qilamiz. Yer tayyorlashimiz kerak. O'sha kech qolib ketyapmiz. Chunki 30 soti teplitsani o'zi haydab turib, go'ng solib, tayyorlab, termizlarni tortishdi. O'zi ham ancha vaqt bo'lib ketadi hali. Termizda bu olgan kilyonkali termizlarimiz rangi sal ko'kimtir, ko'kroq. Uncha bilinmaydi-yu. Ustidagi kilyonkani ko'kligini hisobiga ham ozgincha nima qiladi. Mana shunaqa rangda. Hozir olib kelganimiz oq. Oq ranglisini olib keldim. Oq ranglisini shu narxi bir xil. Faqat rangi oqidan. Hali tortganda ham uni videolarini joylayman, qanday tortiladi, qanday qo'yiladi.